Meni kechirgin ana. Tarjima qilguvchi Rayhon Ablat. Buningdan taxminan 33 yillar ilgari Kanadadagi ma'lum bir oilada David ismli bir o'g'il boboq dunyoga keldi. Boboqning bu dunyoga kelishi anaga shuncha katta xushallik ato qilgan ediki, suyimli boboqini birdan qo'lidan tushirgisi kelmaydi. Biroq ana uxlayotgan boboqini birdamni qo'yib, bog'chaga chiqib ketgan bir kuni o'ylamagan yerdan uyga o'tib ketdi. O ana kuchining baricha dunyolikda birdan bir o'g'lini qutqizish uchun uyga qarab etildi. Kishilar onani kuyayotgan o't yalqiniga o'zini etishdan har qancha to'sib qololmadi. U hech nimaga qaramasdan uyga kirib, baxtga yarasha saqlangan o'g'lini elib chiqayotganida chochlariga tutashgan yalqin yuzlariga yamrashqa boshladi. Shu bir qitimliq voqea onaning hayotiga o'chmas fojia deg'ini qoldirdi. Bu ana bir ömür yüzleri tartık halde yaşashga majbur bo'ldi. O'g'il cho'ng bo'lgandan keyin shundoq puldarlardan bo'lib ketdiki, shaharga ko'chib ketib oldi. O'g'ilning ko'nglidagini aytganda, u onaning bu tartiq yuzlaridan nomus qilatdi. Boshqalar bu to'g'riliq so'rig'idek bo'lsa, oilamizda hech kim onamdek ko'rimsiz emasdi bo'lmasa, degandek so'zlarni qilatdi. Kunlarning birida ana birdan bir e'tiborlab cho'ng qilgan o'g'lining boshqalarga o'zi to'g'riliq deb yurganlarini anglab qattiq umidsizlandi. Ana birdan bir e'tiborlab cho'ng qilgan o'g'li nomus qilgan bu ko'rimsizlikning sababini uning tushuntirish uchun shaharga yo'l oldi. Ah, bechora baxtsiz ana. U o'tirgan avtobus qatnash voqeasiga uchrab, ana bu dunyo bilan mangulik xo'shlashdi. Özün nomus qildigan onaning o'lim xabaridan aksicha badbaxtlarcha xushal bo'ldi. U yeziga kelganida kishilarni shunchalik qayg'uli holatda ko'rdiki, kishilar to'pidan o'tib, udul onaning yotoq uyiga kirib, onaning ko'ni kundalik xotirasini ko'rib, cho'chib ketdi. Kundalik xotiraga monolar yozilgan edi. 1980-yili 5-sentabr. Toronto güzellerine talaş musabıqasida birinchi bo'lganim e'lon qilindi. 1982-yili 14-yanvar. Qatnash voqeasida yo'ldoshim Tony Gateson vafot bo'ldi. U meni qo'rsuqimdagi 6 oylik homila bilan bu dunyoga yolg'iz qoldirib ketdi. 1983-yili 2-iyul. Bu dunyodagi birdan bir o'g'limni o'tdan qutuldirib chiqdim. Afsus, özüm tügeçtim. Çaşlarımda ayrıldım. Yüzümdeki ağır cerahat izi ömürlük içiniz yaldamı buldu. David'in vücudu açık, taysiz azap ve pişaymanda örtendi. Göz yaşları seldek kuyuluşa başladı. Bırak, tolumu keçikken idi. Dostum, ata-anangızda herkesmi kemsitadigan, ko'zga ilmaydigan so'z hareketlarda o'ylarda bo'lmang. Ularga parvosiz qaramang. Ular biz uchun bir ne'mat va rahmatdir.